Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz Yoshlar telekanali Rostini ayting tok-shousi. Zamonaviy dunyo raqamlashtirishning misli ko'rilmagan bosqichini boshdan kechirmoqda. Bugun ham muloqotimiz, ham ta'limimiz, ham barcha moliyaviy operatsiyalarimiz onlayn makonga o'tdi. Bu makon esa oshganidan oshib boryapti. Ushbu makon kengayib borar ekan, undagi xavf-xatar ham ko'payib bormoqda. Xususan, kiber firibgarliklar, aldov yo'li bilan pullarni o'zlashtirish, fake ma'lumotlarni tarqatish, manipulyatsiya qilish va odamlarni dezinformatsiya bilan demak ta'minlash holatlari juda ham ko'p uchramoqda. Keling dastlab bu bo'yicha fuqarolarimiz qanday tushunchaga ega ekanliklarini bilish maqsadida lavhaga navbatni beramiz. Yaqinda telefonimga Telegram orqali xabar keldi. Xabarda siz bizning sovg'amizni yutib oldingiz. Shaxsiy ma'lumotlaringizni yozsangiz, sovg'angizni pochta orqali yuboramiz degan jumlalar yozilgan edi. Ushbu holat oddiy tuyulishi mumkin, ammo ushbu holatlar orqali ko'plab odamlar firibgarlarga aldanmoqda. So'nggi paytlarda kiber jinoyatlar soni ortib bormoqda. Firibgarlar soxta havolalar, yolg'on akkauntlar va aldovli qo'ng'iroqlar orqali odamlarning pulini va shaxsiy ma'lumotlarini qo'lga kiritmoqda. Kiber hujumlar haqida eshitganmisiz? Eshitganmiz. Eshitdim, ijtimoiy tarmoq orqali. Eshitganman. Ha, eshitganmiz. Shunday eshitganman. Ha, shunday eshitganman. Yo'q, eshitmaganman-da. Ha, eshitganman. Eshitganman. Ha, eshitganman. Xabarimiz bor. Ha, eshitganman. O'tgan yilning o'zida poytaxtimizda 16 mingdan ziyod kiber jinoyatlar qayd etilgan. Fuqarolar qariyb 2 trillion so'm zarar ko'rgan. Barcha jinoyatlarning yarmiga yaqini onlayn to'lovlar orqali o'g'irlik va firibgarlikka to'g'ri keladi. Sizga kiber hujumlar bo'lganmi va qay holatda? Telefon qilishgan, sizni nomingizda deydi, firibgarlik qilindi, birovni mol-mulkini o'zlashtirib olgansiz degan. Men endi chora qo'llaganman, bir tegishli militsiyaga xabar berganman. O'zimda kuzatilmagan, o'rtog'imda pul yechib ketishgan. Yo, shaxsan menga hozirgacha kiber hujumlar bo'lmagan. Odatda bo'lmagan, chunki o'zim programmistman. O'shanga nima xavfsizlik yo'llarini bilaman. Bir marta bo'lgan, lekin kim qanaqa bo'lgan bilmayman. Kirganda kartamda pul yo'q bo'lgan. Yo'q, menga unaqa hujumlar bo'lmagan, lekin yaqinlarimga bo'lishgan shunaqa. Yo'q, bo'lmagan. Yo'q, hali bo'lgani yo'q. Yo'q, unaqa holat bo'lmagan, lekin bankdamiz deb telefon qilib, kreditga ariza qoldirgan ekansiz deb telefon qilishgan. Kiber jinoyatlardan qanday himoyalanish mumkin deb o'ylaysiz? Uzmay.govga kirish kerak. Kirib turib, o'chirib qo'ysangiz bo'ldi. Boshqa sizdan hech qanaqa nima qila olmaydi. Huquqiy ongni oshirishimiz kerak. O'sha vanayda orqali o'sha kreditga taqiq berish kerak. Birgina bosilgan havola, birgina oshkor etilgan parol katta muammolarga olib kelishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanayotganda hushyor bo'laylik. Kiber jinoyatlarga qarshi eng kuchli qurol bu ogohlikdir. Ko'rib turganingizdek, yurtdoshlarimiz bu borada o'ziga xos fikrga ega va bu kabi jinoyatlarga duch kelganlar ham orasida yo'q emas. Eslatib o'tamiz, bu kabi kiber firibgarliklar insonlarni nafaqat ruhan qiynamoqda, balki ularga yaxshigina moliyaviy zarar ham keltirmoqda. O'tgan yilning o'zida, demak, Toshkent shahrida sodir etilgan bu turdagi jinoyatlar oqibatida fuqarolar 2 trillion so'm zarar ko'rgan ekan. Va barcha jinoyatlarning yarmini elektron to'lovlar orqali o'g'irlik va firibgarlikka to'g'ri kelmoqda. Hurmatli ekspertlarimizga savol bilan yuzlanmoqchiman. 2 trillion so'm bu juda katta miqdor va aholi qanchalik moliyaviy savodxonligi past bo'lishi kerak? 1. Yoki kiber firibgarlar qanchalik ustamon bo'lishi kerak? 2. Mana shunday katta miqdorni qo'lga kiritish uchun. Endi hozir ko'rib o'tgan firibgarlik usuli bu phishing deyiladi. Ya'ni o'sha ijtimoiy tarmoqlarda Instagram, Facebook yoki Telegram kanallarida har xil tuzoqlar qo'yiladi. Ya'ni o'sha jozibador har xil reklamalar yoki buyumlarni qo'yadi. Asosiy maqsadi o'sha sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni qo'lga kiritish. O'sha hozir ko'rganimizdek, siz biror bir sovg'ani yutib olishingiz usuli. Siz uni olishingiz uchun, chunki shunchaki o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, adreslaringiz, familiya va hokazo shunaqa manzillaringizni kiritsangiz, sovg'ani jo'natamiz deyshadi. Lekin aslida u sovg'a o'zi yo'q. Unga ishonish kerak emas. O'sha shaxsiy ma'lumotlaringizni qo'lga kiritib, keyinchalik o'sha firibgarlik yo'lida foydalanishadi. Demak, o'sha savodxonligimiz deganimizda o'sha hozirgi vaqtda xohlasak, xohlamasak
O'zbekistonda kamida 30 milliondan oshiq fuqarolarimiz internetdan foydalanishadi. Demak, o'sha qulayliklar, o'sha prezidentimiz qarori bilan bir qancha qulayliklar yaratilgan, ya'ni raqamlashtirish yo'nalishida. Demak, o'sha MyGov orqali misol uchun 200 dan oshiq murojaatlarimiz qilish mumkin. Uydan turib, bormasdan, navbatlarda turmasdan o'sha murojaatlar qilib, o'zimizni muammolarimizni yoki boshqa narsalarni hal qilishimiz mumkin. Demak, o'z-o'zidan bu qulaylik yaratadi. Lekin albatta o'sha o'zimiz qanday ro'yxatdan o'tishimiz kerakligini, shuningdek o'sha maxfiy kodlarni hech kimga bermasligimizni, o'sha kodlarni qanaqa qilib tuzishimiz kerakligini juda ko'p fuqarolarimiz shu oddiy plastik raqamlarni, kod parollarini 4 ta 1 qilib qo'yishadi. Qanday parol qo'yish kerakligini ham bilmaydi-da. Demak, hammasi shundan kelib boshlanadi. O'sha xohlagan, xohlamasa shu pasport ma'lumotlarini har xil ishonchsiz manbalarga kiritadi. Bu ham keyinchalik kiberjinoyat qurboni bo'lishiga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Tushunarli. Marhamat. Hozirgi kunda kiberjinoyatchilikning o'sha Telegram ijtimoiy tarmog'idagi APK virusli programmalar yordamida pul ichilish holatlari kuzatilyapti. APK virusli programmalar qanaqa paydo bo'ladi? APK virusli programmani misol uchun o'sha malware programma yordamida amalga oshiriladi. APK virusli programmani siz bosganingizdan keyin avtomatik bu programma, virusli programma ishga tushadi va sizni akkauntingizni buzib kirib, yaqin o'sha kontaktdagi tanishlaringizga menga 500 ming so'm pul tashlab ber, ertaga tashlab beraman degan mazmunda xabarlar yozadi Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali. Uni bilgan odam, voy meni tanishim qarz so'rayotgan ekan deb pul tashlab berish holatlari kuzatilyapti. Hozirgi kunda anaqa aldanish holatlari kuzatilyapti. Nafaqat pul tashlab ber deyishyapti, balki ushbu akkaunt orqali uning kontaktlarining ham akkauntlarini egallashga urinish holatlari bo'lyapti. Yaqindagina o'zim shaxsan kuzatdim. Yaqin tanishimizning akkaunti demak olib qo'yilgan. Uning nomidan guruh ochilgan. Guruhda 100 dan ziyod odam va ularga xabar jo'natilyaptiki, men ushbu tanlovda qatnashyapman, marhamat qilib menga ovoz bersangiz. Kirasiz, ovoz berish tugmasini bosasiz, sizdan Telegramga keladigan parol so'raladi. Ya'ni 4 xonali yoki 5 xonali son. Uni kiritishingiz bilan sizning ham demak akkauntingiz ularning qo'liga o'tib ketyapti. Qanchalik bu narsani oson uddalashyapti. Chunki juda ko'pchilik bunga aldanib qolyapti, juda ko'pchilik ularning tuzog'iga tushib qolyapti. Nahotki himoya tizimi bizda yetarli bo'lmayapti ushbu messenjerda. Qalqon degan bot tizimimiz bor. O'sha Qalqon botga ulangandan keyin avtomatik o'sha APKdan kelgan viruslarni o'chirib tashlaydi. Demak, bu botga a'zolik APK viruslarni avtomat o'chirilishini ta'minlaydi. Shunchaki a'zolikni o'zi. Har bir demak foydalanuvchi a'zo bo'lsa, bunday xavflardan, xatarlardan uzoq bo'lishi mumkin. Xuddi shunday. Bundan tashqari Telegramda Sam Cyber degan bot ishlab chiqilgan, aynan Telegram ilovasi uchun, Telegram Messenger uchun guruhlardagi xavfli dasturlarni, xavfli havolalarni o'zi aniqlab, agar telefoningizga joylashtirilgan bo'lsa, uni ham aniqlab, zararsizlantirib, sizni o'sha уведомление deydi, xabar berib turadi. Shu sizni telefoningiz tekshirilmoqda, xavfli virus yoki xavfli havola yoki xavfli dastur mavjud yoki mavjud emasligi haqida xabardor qiladi va uni o'chirish chorasini o'zingiz ko'rasiz. Bundan tashqari boya savolingizga keladigan bo'lsak, darhaqiqat bu 2 trillion so'm juda katta moliyaviy zarar. Afsuski bu borada fuqarolarni yoki davlatni ayblolmaymiz. Davlat tomonidan tegishli choralar, normativ huquqiy hujjatlar qabul qilinyapti. Markaziy bank tomonidan ham tegishli choralar qabul qilingan. Afsuski firibgarlarimiz, bular endi qisqacha ko'cha tili bilan aytganda xakerlar. Bu jinoyatlarning orqasida juda katta xakerlar guruhi o'tiribdi desak adashmaymiz. Shu sababli xakerlar asosan fuqarolarga nima deydi, ishonuvchanligidan, ularni asosiy qiziqtiruvchi ma'lumotlar orqali yoki bo'lmasa o'zini bir qarz so'rab murojaat qiladi. Nima deydi? Shunaqa vaziyatdan foydalanib, psixologik ta'sir qilish orqali o'zlarini o'sha qabih niyatlarini, o'sha firibgarlik holatlarini, kiber o'g'irlik holatlarini amalga oshirmoqda. Phishing deb aytib o'tdingiz.
undan ustamonlik bilan foydalanayotganlar, uni yangi yo'nalishlarni o'ylab topayotganlar ham hozir ko'p uchrayapti. Dastavval sizning hisobingizga yirik miqdorda pul tushiradi. Demak, adashib tashlab qo'ydik, bizga parolni ayting deydi va parolni aytganingizdan so'ng o'zingizning o'sha hisobingizdagi sizga tegishli bo'lgan mablag'larni ham qo'shib yechib olish holatlari kuzatilyapti. Siz aytib o'tgandan tashqari hozir mana e'lon berish uchun yoki qanaqadir onlayn do'konlar orqali yoki internetda nimadir xarid qilish uchun tabiiyki mana o'zimizning eng ommabop sayt OLXga murojaat qilamiz. OLXda shunaqa narsa borki, siz aytganingizdek biron buyumni yoki mahsulotni xarid qilish uchun yoki sotish uchun e'lon joylashtirasiz. Sizga xaridor yoki sotuvchi bo'lib, ular firibgarlar, o'sha kiber firibgarlar aloqaga chiqishadi. Agar siz mahsulot e'lon qo'ygan bo'lsangiz, masalan Toshkentda joylashtirgan bo'lsangiz, men boshqa viloyatda edim, uzoqroq edim, mahsulotingiz yoqdi, hozir sizga o'sha ilova orqali pul o'tkazib yuboraman, faqat o'sha yetkazib berish xizmati orqali mahsulotni chiqarib yuborasiz deb ishontirishadi odamlarni va o'sha Telegram orqali aloqaga kirishib, o'sha o'zlari ishlab chiqqan o'sha zararli ilova orqali o'sha tasdiqlash kodi orqali fuqarolarning to'liq plastik kartalarda barcha pullarni yechib olish holatlari juda ko'paygan. To'g'ri, mana biz ko'proq gaplashayotgan zararli havola va dasturlar 38% ni tashkil etyapti barcha kiber jinoyatlardan. Bu endi eng ko'p uchrayotgan kiber jinoyatlar usullar haqida gapiradigan bo'lsak, ikkinchisi ijtimoiy tarmoqlarda yoki siz hozir misol keltirgan onlayn savdo platformalarida sotuvchi va xaridor o'rtasida munosabatga kirish, ya'ni aldash orqali 18%, 38% dan tashqari yana 18%. Keyin soxta trading yoki onlayn birjada pul ko'paytirish uchun o'tkazish 16%. Mana shunga ham qisqacha to'xtalaylik, ya'ni trading orqali traderlarga aldanib qolish, onlayn birja, bunday tushunchalar mamlakatimizga yoki fuqarolarning hayotiga kirib kelganiga ko'p bo'lgani yo'q. Yangi, deyarli nisbatan yangi qolganlarga qaraganda va mana shu yerda bizni ham moliyaviy savodxonligimiz pastligi, ham qaysidir ma'noda agar ta'bir joiz bo'lsa aytamiz, o'sha oson pulga o'ch ba'zi yurtdoshlarimizni oson aldanishlari sababidan mana shunday 16% kelib chiqyapti. Mana shu soxta tradinglarni, o'zi umuman treyderlarni kuzatib borish, ularning faoliyatini taftish qilish ishlari ham olib boriladimi bizda? O'zbekiston hududida faoliyat olib borishga litsenziya olgan birjalar bor. Misol uchun UzNext. Undan tashqari litsenziya olmagan, taqiqlanmagan Binance, Bybit degan boshqa xalqaro platformalar ham faoliyat olib boradi, lekin ularda ro'yxatdan o'tishingiz bizda ro'yxatdan o'tmaganligi uchun noqonuniy hisoblanadi. Demak, bu yerda har xil buyumlar, misol uchun o'sha kriptovalyuta, tillar yoki boshqa valyutalar ham oldi sotisi amalga oshiriladi. Demak, qonunchiligimizda taqiqlab qo'yilgan kriptovalyutalar bilan savdo qilish, ya'ni unga ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 155-modda prim 4, jinoiy javobgarlik bo'yicha esa 278-prim 8-moddalar bilan ko'rsatib o'tilgan. Demak, litsenziyasi bor bo'lsa ham kriptovalyuta bilan savdo qilib bo'lmaydi. Agar litsenziya olsa, savdo qilsa bo'ladi qonuniy. Endi bu maqsad nima? O'sha jinoiy yo'llar bilan topilgan pullarni legallashtirish yoki narkotik va boshqa terrorizmga o'xshagan yo'nalishlarda, ya'ni moliyasini oldini olish uchun qilingan bu qonunchiligimiz hisoblanadi. Korrupsiyani bir ko'rinishiga ham aylanib qolgan, ya'ni porani kriptovalyuta ko'rinishida olayotganlar bor. Albatta. Demak, o'sha xuddi shu kabi birjalarda savdo qilib, o'zlarini bloger deb tanishtirib, qolganlarni shu agar mana shu usulda, mana shunaqangi formulada qilsangiz, men sizga o'rgataman, siz boyib ketasiz, oson pul topasiz degan o'zidan bloger yasab olib, mana shunaqangi nimalar qilayotganlar ham yo'q emas. Demak, ular qanday qiladi? O'sha oshishi, o'sha birjadagi o'sha ma'lum bir qiymatni ko'payishini yozib oladida, keyin o'shani qo'yadi oldindan. Demak, u hammasi montaj qilingan narsa, xuddi ssenariy asosida kino olganingizdek. Qolganlar o'zini shu podpischiklari o'ylaydiki, bu odam bilar ekan, qanday formula asosida ishlasangiz plyus ko'payar ekan degan fikr tug'iladi. Bunaqangi firibgarlarga ishonib, odamlar molini sotib, mashinasini sotib, uyini sotib ham
pulni ko'paytiraman degan shaxslar uchrab turibdi hozir o'sha firibgarlarning domiga tushib, lekin ana o'zidan o'zi pul ko'payib qolmaydi. To'g'ri. Bu narsani to'g'ri tushunish kerak. O'sha halol mehnatga baribir hech narsa yetmaydi. Ogoh bo'lishlarini so'raymiz. Bunaqa narsalarda unaqangi soxta tradinglar u mavjud emas. Ishonish kerak emas. Kiberjinoyatlar ichida eng ko'p uchrayotganlaridan demak top 3taligini sanab o'tgan edingiz. Ularning navbatdagisi 4-si bu soxta qo'ng'iroqlar orqali aldab, karta boshqaruvini qo'lga kiritish orqali demak bu yo'nalishni tanlayotganlar ekan. Ular 7% ni tashkil qilyapti hozir bugungi kunda O'zbekiston sharoitida. Haqiqatan ham qo'ng'iroqlar ko'p bo'ladi, lekin e'tiborli tomoni asosiysi ular o'sha foydalanuvchining yoshi, jinsini ham bilishyapti. Ya'ni yosh katta onaxonlarga idish-tovoqlar to'plamini taklif qilishadi yoki demak oziq-ovqatga befarq bo'lmagan, ayniqsa ko'p o'sha restoran, kafelarni biladigan odamlarga yangi restoran ochyapmiz, degustator bo'lib bering yoki biz kabi insonlarga kosmetologik xizmat yoki kiyim-kechak do'konlaridamiz deb qo'ng'iroq qilishyapti. Qaydan bilishyapti bizning yoshimizni, bizning qiziqishlarimizni, bizning jinsimizni yoki aloqa operatorlari demak ba'zi bir gaplar yuradi, haqiqatan ham bizga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni sotib yuborishyaptimi? Ko'pchilik aholining ko'pchilik qismi o'sha raqamli texnologiyadan, internetdan foydalangan sababli ochiq ma'lumotlar bazasida ham siz yoki bizga tegishli ma'lum miqdorda ma'lumotlar bor. Misol uchun bir necha yil oldin o'sha paydo bo'lgan Odnoklassniki saytida o'zimizga tegishli ma'lumotlarni qo'yganmiz. Hozir misol uchun Sidiqov Akmal deb yozsangiz, men haqimda o'sha Odnoklassnikida Sidiqov Akmal balki otamning ismi bilan qo'ygan bo'lishi mumkin. Yoshimni, qachon tug'ilgan kunimni, balki telefon raqamimni yozgan bo'lishi mumkin. Shu orqali, mana shunaqa yo'llar orqali keyin o'sha onlayn qidirish orqali yoshiga qarab, o'sha boya aytib o'tdingiz, qanaqa mahsulot yoqtiradi, o'sha psixologik o'rganish orqali bundan tashqari telefon qo'ng'iroqlarini amalga oshirgandan keyin unga qiziqtiruvchi savollar yoki qiziqtiruvchi takliflar berib yoki psixologik ta'sir qilib, nima deydi, shok holatiga tushirib qo'yib, sizga nisbatan kiberhujum bo'ldi, uni oldini olishimiz kerak degan mavzuda yoki bo'lmasa hozirgi o'sha eng ommalashgan usullardan biri shahar telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, bu shahar raqami 71lik bilamiz, 72likka o'zgarmoqda. O'sha uchun hozir shaxsiy ma'lumotlaringizni aytib tursangiz, ertaga xodimlarimiz borib o'sha almashtirib keladi degan maqsadda fuqaroning o'zidan ma'lumot oladi, keyin unga nisbatan o'sha firibgarlik holatlarini amalga oshiradi. Bunga ham ishonmagan fuqarolarga keyingi bosqichda o'zlarini o'sha firibgarlik sxemasini amalga oshirib, keyingi bosqichda Markaziy bank yoki huquqni muhofaza qiluvchi davlat organi xodimi sifatida bog'lanib, sizga kecha shunaqa odamlar qo'ng'iroq qilganmidi deysiz. Ha, albatta qo'ng'iroq qilgan edi desangiz, bular firibgar, mana sizga hozir bankdan kredit rasmiylashtirmoqchi, o'shani to'xtatishimiz kerak deb, bu ikkinchi bosqichdagi firibgarlik sxemasini amalga oshiradi. Buni to'xtatishimiz kerak desa, tabiiyki fuqarolar nima qilishim kerak degan savol bilan murojaat qiladi. O'sha nima qilishim kerak degan ishonganligi bularni o'zi maqsadiga erishgan, yarim maqsadiga erishganlik. Keyin bu yo'g'iga ular o'zlarini talablarini qo'yadi, takliflarini qo'yadi. Mana Markaziy bank xodimimiz, hozir xavfsizlik xodimimiz sizga aloqaga chiqadi deb Telegram orqali bog'lanadi. Telegram orqali o'sha o'zlarini soxta hujjatlarni taqdim qiladi. Mana bank xodimiman deb soxta hujjatlarni taqdim qilgandan keyin fuqaro ishonadi. Mana eng ko'p suhbatlarda aynan mana shu Markaziy bank xodimi qo'ng'iroq qildini eshitamiz biz. Demak, mana shu suhbatlarni egasi birinchi bosqichdan o'tgan bo'ladi, demak, to'g'rimi? Ko'pincha o'sha ikkinchi bosqichda aldanyapti. Ya'ni Markaziy bank deganda yoki huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimiman deganda baribir demak qo'l tushyapti, ishonyapti. Baribir mana shu o'rinda bir faktni keltirish mumkin. Bizni yurtdoshlarimiz, aholimiz ichki ishlar organlariga, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ishonadi, tayanadi. Kerak bo'lsa suyanadi ham. Va ularni nomini sotayotgan firibgarlarga yaqqol aldanib qolyapti. Markaziy bank xodimi va mana shunday organ xodimi degandan keyin barcha ma'lumotlarni berib yuboryapti. Mana shunda ham aldanmaslik uchun nima qilish kerak? Qanday qo'shimcha savollarni berish kerak?
Firibgarlar qaysi savollarga javob bera olmay qizil tugmani bosishadi odatda? Firibgarlarga bunaqa holatlarda uchrashishni yoki mobil raqamlarga qo'ng'iroq qilishni, hech bo'lmaganda mobil raqamlarga qo'ng'iroq qilishni yoki bo'lmasa joylashgan joyi o'zim boraman degan maqsadda uchrashishni taklif qilsa, firibgarlar shunda ham urinishadi. Vaqtimiz yo'q, hozir agar keladigan bo'lsangiz, ozroq vaqt ketadi, yetib kelishingizgacha firibgarlar siz nomingizga kredit rasmiylashtirishi mumkin degan davom ettiradi firibgarlik maqsadlarini. Lekin o'sha rasmiy ko'rishib gaplashmoqchiman, siz bilan uchrashishni so'rayman yoki joylashgan manzili ofisga aytsangiz, men o'zim boraman degan taqdirda o'zi bundan keyingi qo'ng'iroqni o'zlari uzib qo'yishadi. Shu bilan bu firibgarlik holati amalga oshmaydi. Mana shu uzilgan qo'ng'iroqdan keyin qo'ng'iroq qilingan raqamni biz agar organ xodimlariga beradigan bo'lsak, buni topish imkoni bormi? Oddiy raqamni o'zidan yoki boshqa usullari bormi? Afsuski, internetda SIP telefoniya degan xizmat bor. Bu xizmat orqali internetdan xohlagan raqamingiz niqob qilib, xohlagan raqamingiz bilan sizga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Hatto o'zimning raqamim bilan o'zimga qo'ng'iroq qilish ham mumkin. O'zingiz raqamingiz orqali, endi ishonchliroq bo'lish uchun firibgarlar 78 lik o'sha shahar raqamlarini niqob qilishadi. Bu aslida telefon raqami emas, internet xizmati orqali, SIP telefoniya xizmati orqali niqob qilingan qo'ng'iroqlar hisoblanadi. Internet orqali qo'ng'iroq bo'lganda ishlaydimi bu yoki shahar telefonlariga chiqqanda hammi? Bu internetning xizmati oddiy shahar raqamlariga ham bog'lanish imkoniyatini beradi. Shaxsan o'zimda mana shunday voqea bo'lganda birgina savol berganman va qo'ng'iroq yakunlangan. Ya'ni bu shaxsiy ma'lumot hisoblanadi. Menga tegishli ma'lumotlarni qayerdan oldingiz deganimda shu taklif qilayotgan xizmatini to'xtatib bosib qo'ygan. Endi bu bosqichdan o'tib bo'lgan bo'lsa, ya'ni ularga aldanib bo'lgan bo'lsa, puli yechilib bo'ldi. Nima qilish mumkin? Hisob raqamini muzlatib qo'yish mumkinmi yoki necha kunda ortga qaytarib olish mumkin bu summalarni? O'zi ortga qaytarishning imkoni bormi yoki yo'qmi? Bizda endi o'sha agar fuqaro kiber jinoyatga uchragan bo'lsa, zudlik bilan o'zini o'sha qaysi bankka tegishli bo'lsa, plastik kartasi bankka qo'ng'iroq qilib hisobini bloklash kerak bo'ladi. Undan so'ng ichki ishlar organlariga murojaat qilish kerak bo'ladi. Shundagina biz o'sha pul mablag'larini O'zbekiston hududidan chetga chiqib ketmasdan turib, uni muzlatishimiz mumkin bo'ladi. Muzlatsak, keyinchalik uni qaytarish imkoniyati bo'ladi. Lekin afsuski fuqarolarimiz nima qiladi? Pul yechilganligi to'g'risida xabar keladi, ko'radi. Uni ozgina tanishlari bilan muhokama qiladi, birovlar bilan maslahatlashadi. Oradan afsuski 1 oy o'tgandan keyin ham murojaat qilayotganlar bor-da. Shuning uchun bizda o'sha vaqt, tezkorlik birinchi o'rinda. Zudlik bilan murojaat qilish kerak bo'ladi. Shundagina o'sha choralarni ko'rib, pullarni qaytarish imkoniyati bo'ladi. O'zi tuman kesimida olib qarasak, qaysi turdagi kiber jinoyatlar hozir ko'proq uchrayapti? Aholimiz murojaat qilish soni, ularning ishonchi ortib boryaptimi? Sizning bo'linmangizga nisbatan. Bizda misol uchun aytadigan bo'lsam, hozirgi aytgandek eng ko'p usullari bu shu APK fayllarni, zararli fayllarni har xil havolalarga kirib qo'yish oqibatida ko'proq fuqarolar jabrlanyapti. Lekin unda ko'p summa, ko'p miqdorda pul yechilmasligi mumkin. Lekin eng xavfli usullardan yana bittasi bu siz hozir ta'kidlaganimizdek, bank xodimi yoki huquqni muhofaza qilish organlari deb qo'ng'iroq orqali phishing deyiladi, o'sha qo'ng'iroq qilib, aldovga kirib, bir vaqtning o'zida 3 ta 4 ta bankgacha sizning nomingizga kredit rasmiylashtirib olishi mumkin. O'zingiz tasavvur qilavering, endi hozir mikroqarz 100 milliongacha. Ular maksimumni belgilaydi, to'g'rimi? Albatta. Endi ko'proq foizi bor xususiy banklardan olaveradi, ertaga jabrni o'sha shaxsning o'zi. Fuqaroni o'zi to'laydi. Endi ular shunday manipulyatsiya qiladiki, sizni fikrlashingizga qo'ymaydi. Ya'ni qo'ng'iroq qilib, birinchi etapda boya ta'kidlaganimizdek, shunaqa holat bo'ldi, qo'ng'iroq qilib, men Mirobod tumanida tergovchi bo'lib ishlayman, palonchi bo'laman. Sizning nomingizga firibgarlar hozir karta ochib, bank plastik hisob ochib, terrorizmni moliyalashtirishga ishlatayotgan ekan. Ertaga siz javobgar bo'lasiz degan mazmunda gapiradi. Keyin fuqaro endi nima qilishim kerak degan savol tug'adi. Shu paytda ana endi sizga Markaziy bank chiqadi, o'shani kartangizni bloklashimiz kerak degan mazmunda gapirishadi. Keyin
markaziy bank xodimi deb tanishtirgan ikkinchi shaxs firibgar chiqadi aloqaga. Ana o'sha vaqtda siz o'zingiz bilmagan holda pasport ma'lumotlaringiz, Face IDdan o'tib berasiz. O'sha maxfiy kodlarni berib yuborgan holatlari juda ko'p uchrab turibdi-da. Demak, aslida ichki ishlar organi xodimi yoki huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimi qo'ng'iroq qilib, terrorizmga yo'naltirilyapti, seni puling demaydi hech qachon, to'g'rimi? Albatta, albatta. Faqatgina taklif qiladi. U holatni to'liq o'tda bayon qilmaydi. Chaqirib, o'sha yerda uchrashishni so'raydi. Va shu bilan birgalikda Markaziy bank xodimi ham qo'ng'iroq qilib, bunday ma'lumotni qo'ng'iroq orqali aytmaydi. Albatta. Faqatgina bankdan qo'ng'iroq qilishi mumkin. Qachonki siz kreditingiz muddati o'tgan bo'lsa, vaqtida to'lab qo'ying deb qo'ng'iroq qilishi mumkin, xolos. Faoliyatingiz davomida qanaqa shu holatlarga duch kelgansiz? Fuqarolardan qanaqa murojaatlar kelyapti so'nggi paytlarda o'zi? Hozirgi kunda bizaga o'sha boyagi aytib o'tganimdek APK virusli programma yordamidagi murojaatlar ko'p tushyapti. APKni bosib qo'yadi fuqaro, natijada akkaunt egallab olinadi kiberfiribgarlar tomonidan va uni akkauntidan foydalanib tanishlaridan pul so'rash holatlari juda ham ko'payib ketgan. O'tgan oyda ancha yuqori ko'rsatkichga ega bo'ldi. Mana shu turdagi jinoyatlar shu fuqarolarimizga mana shu holat bo'yicha ehtiyot bo'lishni so'raymiz. Agarda Telegram akkaunti buzib kirilgan bo'lsa, o'sha uddalyan akkaunt qilib, qaytadan 2 martalik autentifikasion tizimga o'rnatish yaxshi bo'ladi. 2 martalik himoya tizimini yoqib qo'yish kerak. Mana hozir qo'ng'iroq qilish kerak, murojaat qilish kerak va tezroq murojaat qilish kerak degan tavsiyalarni berib o'tdilar. Mana shu tezkorlikni oshirish uchun qo'ng'iroq qilish yoki baribir odamni kartasidan o'zi ishlab topgan, peshona ter bilan ishlab topgan puli yechib olingandan keyin sarosimaga tushadi, vahimaga tushadi, kimdir bilan bo'lishadi bu ma'lumotni. Tezroq shuni yetkazish uchun qanday bir yechimlar qilinyapti so'nggi paytlarda? Marhamat. Hozirda Markaziy bank va Ichki ishlar vazirligi Kartblok degan o'sha elektron platformasi ishga tushgan. Fuqaro, jabrlangan fuqaro zudlik bilan murojaat qilgan taqdirda o'sha fuqarodan o'tib ketgan o'sha shubhali bank operatsiyalari, o'sha pul mablag'lari qaysi kartaga borib, bank plastik kartasiga borib tushgan bo'lsa, o'sha karta zudlik bilan blok qilinadi. 3 kungacha o'sha jinoiy ish qo'zg'atilgandan keyin bu tabiiy o'sha sanksiya deymiz, bank siri to'g'risida ma'lumotlarni olish to'g'risida qaror yuborilgandan so'ng bundan keyingi muddatga ham bloklanib turadi. Ya'ni fuqaro, siz masalan pulni o'tkazib bo'ldingiz, sizni kartangizdan o'tib ketib bo'ldi, uni to'xtatish iloji yo'q. Keyingi karta o'sha firibgarni yoki o'rtada turgan shaxsni o'sha plastik kartasidagi mablag'larni bloklashga qaratilgan bu elektron tizim. Agar undan ham 3 ish kunida yoki 3 kun ichida yoki o'sha kunning o'zida boshqa kartaga o'tadigan bo'lsa-chi? Zudlik bilan boshqa amaliyotlarni oshirgan bo'lsa, ya'ni 3-4 ta kartaga, masalan, ko'cha tili bilan aytgan 3-4 ta kartaga o'tkazib yuborgan bo'lsa, murojaat qiluvchi o'sha belgilangan tartibda murojaat qilgandan so'ng arizalar olinib, murojaatchini o'sha bank siri to'g'risidagi ma'lumotlar o'sha belgilangan qonunchilik talablari asosida olinadi va o'sha butun ma'lumotlar tarixi, ma'lumotlar tarixi, ushbu summa qaysi kartaga o'tdi, undan keyin qaysi kartaga o'tdi, to qayerda borib pul yechildi yoki bir chet elga chiqib ketdimi yoki kripto valyuta ko'rinishida boshqa nimaga kripto kashilokka o'tib ketdimi, bu aniqlashning imkoni bor. Imkoni bo'ladi. Xorijga chiqib ketsa, lekin qiyin-a ortga qaytarish uni. Endi bu transchegaraviy jinoyat hisoblanadi. Avvalambor o'sha jinoyat sodir etayotgan shaxslar ko'pchiligi O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida turib sodir etadi. Bu kiber makonda sodir etilayotgan jinoyat hisoblanadi. Dunyoning xohlagan joyidan turib jinoyat sodir etish mumkin. Demak, ertaga buni jinoyatni jazo muqarrarligini ta'minlash maqsadida o'sha boshqa mamlakatlarning o'sha huquqni muhofaza qilish organlari bilan birgalikda hamkorlikda faoliyat olib borilmoqda. Lekin bu albatta ma'lum bir vaqt talab qilinadi. Shuning uchun hozir mana respublikamiz hududida kiber madaniyatni yuksaltirish, kiber gigiyenani shakllantirish yuzasidan kompleks chora-tadbirlar davom etmoqda. Ya'ni shuni ta'kidlashimiz kerakki, mana ommaviy axborot vositalari orqali, televideniya, radio, har xil gazeta, jurnallarda, shuningdek barcha korxona, tashkilot, muassasalarda,
ta'lim muassasalarida endi ko'proq buni sodir etayotgan ham o'zimiz hududida jabrlanayotgan ham yoshlarni tashkil qiladi. Shuning uchun o'sha ta'lim muassasalarida yoshlar bilan tushuntirish, profilaktik chora-tadbirlarni olib bormoqdamiz. Shuningdek, barcha tibbiyot muassasalari deysizmi, hattoki oyligini shu plastik karta orqali oladigan bo'lsa, o'shanaqangi korxona tashkilotlarida, shuningdek, o'sha yolg'iz yashovchi qariyalar yoki bo'lmasam shu mahalladagi vaqtincha ishsiz uy bekalari, ular bilan ham o'sha xonadon bo'yi yurib, ularga shu tushuntirish choralarini ko'rib, endi uy bekasi ham uyda o'tiradi, shu turmush o'rtog'iga yordam beraman, uyda o'tirib onlayn ish qidirishadi. Shunaqa holatlar ham ko'p uchrab turibdi. Uyda o'tirib ishlasam bo'lar ekan degan mazmunda. Hech qanaqa malaka ko'nikma talab qilinmaydi, lekin katta miqdordagi oylikni va'da berishyapti. Albatta. Endi u yerda boshida qiziqtirishi mumkin. Misol uchun 20 ming, 50 ming, 100 ming misol uchun tashlab berishi mumkin. Sizni o'sha qiziqtirish maqsadida. Lekin keyin bundan 10-100 baravarini yechib oladi. Albatta, oxirida siz ko'proq pulni ularga o'tkazib berganingizdan keyin qarabsizki, sizni уже bloklab qo'yishadi. Bitta savolga javob qiziq. Juda ko'p sohalarda biz jahon bilan hamnafasmiz, xalqaro darajada o'z o'rnimizga ega bo'lib boryapmiz va qiziq tomoni shundaki, mana shunday holatlar bugungi kunda dunyoda ham xuddi shunday shaklda va ko'rinishda avj olganmi yoki biz bu bo'yicha biroz orqaroqdamizmi? Ya'ni agar orqaroqda bo'lsak, bu bosqichni bosib o'tgan mamlakatlarning tajribasini olishimiz mumkinmi? Agar birgalikda bo'lsak, qanday xalqaro hamkorliklar mavjud? Bu borada xalqaro hamkorliklar mavjud. Ushbu holatlar bo'yicha shug'ullanuvchi, o'sha huquqni muhofaza qiluvchi davlat organlarini, masalan, ichki ishlar organlarini muntazam ravishda o'sha malakaga tayyorlash, shu ko'nikmalarni shakllantirish bo'yicha o'quv kurslari tashkil qilingan. O'quv kurslari tashkillashtirishda ham masalan yaqinda Turkiya davlatini mutaxassislari jalb qilingan holda, o'sha ichki ishlar mutaxassislari jalb qilingan holda hamkorlikdagi o'quv kurslari tashkil qilindi. Chunki Turkiya davlati da bu narsa bizdan ham ko'ra rivojlangan, bizdan ham ko'ra kattaroq hajmni tashkil qiladi. Rossiya Federatsiyasida ham bunaqa holatlar bizdan ancha oldinroq paydo bo'lgan va juda ham rivojlanib ketgan. O'sha maqsadda ularning tajribasini o'rganish maqsadida ulardan o'sha mutaxassislarni jalb qilgan holda ma'lumotlarni o'rganib, o'sha jinoyatlarni fosh qilish, o'sha pullarni o'g'irlangan firibgarlik holatlari orqali, o'g'irlik orqali o'g'irlangan pullarni qaytarish usullari orqali o'sha malaka almashish holatlari bizada muntazam ravishda yo'lga qo'yilgan. Oddiygina pasport nusxasi orqali, ID karta nusxasi orqali ham kreditlarni rasmiylashtirish holatlari ko'payib ketgan va yaqindagina bir video tarqaldi. Huquqshunoslarimizdan biri o'sha OneID tizimi orqali kirib, demak, belgilangan bandni o'chirib qo'ying, ya'ni nomimga kredit rasmiylashtirilmasin tugmasini bosib qo'ying deyildi. Shuni o'zi yetarli bo'ladimi? Shuni bajarib xotirjam o'tirishimiz mumkinmi yoki yo'qmi? Mana hozir shaxsiy ma'lumotlar to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, o'sha shaxsni familiyasi, ismi sharifi, to'liq tug'ilgan sanasi, oy, kun, yili, undan tashqari pasport seriya raqamlari, diplom va haydovchilik guvohnomasi yoki harbiy guvohnomasi, shu kabi hujjatlar uni shaxsini aniqlash, identifikatsiya qilish imkonini beradigan hujjatlar, bu hammasi shaxsiy ma'lumotlar hisoblanadi. Demak, hozir nima ko'p, qayerga borsangiz, fuqarolarga qulaylik qilish maqsadida xohlagan narsangizni nasiyaga savdo qilishingiz mumkin. To'g'ri. Demak, ular siz hujjat taqdim etasiz, ular o'zlarining platformasidan tekshiradi. Sizga o'sha imkon bormi yoki yo'qmi nasiyaga berish. O'sha paytda ular qaysi dasturga kirityapti yoki o'ziga saqlab qo'yaptimi shaxsiy ma'lumotlaringizni, buni hech kim kafolat bera olmaydi. Shuning uchun ham biz shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishlarini so'raydik hamma fuqarolardan. Demak, o'z-o'zidan boya aytganimizdek, yuzini Face ID tizimi bor. Demak, o'sha kredit olayotgan vaqtingizda yoki boshqa biror bir ilovalardan o'tayotgan paytingizda xavfsizlikni kuchaytirish uchun albatta Face ID ni o'tkazish kerak.
kodlarni, maxfiy kodlarni ham, parollarni ham murakkabroq qilib tuzishni so'rab qolar edik. Boya aytganimizdek, 2 etapli parollarni ham mana Telegramlarda yoki boshqa Instagram, YouTube, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlarda o'zlarini akkauntlarini, profillarini himoyasini kuchaytirganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bizda ushbu mavzuga aloqador bo'lgan yana bir lavha mavjud. Marhamat, uni ko'rib chiqamiz. Joriy yilning 13-yanvar kuni Bo'ston tumanida yashovchi ayol fuqaro Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga murojaat qildi. U o'z murojaatida shaxsiy ma'lumotlari saqlanayotgan akkaunti qonunga xilof ravishda buzib kirilgani, shuningdek Telegram messenjeridagi noma'lum profil orqali tahdid va tovlamachilikka uchrayotganini ma'lum qildi. Noma'lum shaxs uning Google foto bo'limida saqlanayotgan foto va video tasvirlarni tarqatish bilan qo'rqitib, 300 AQSh dollari miqdorida pul mablag'larini kripto hamyon orqali o'tkazib berishni talab qilgan. Mazkur holat yuzasidan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor tadbirlar o'tkazildi. Tadbirlar davomida noma'lum shaxs pul mablag'larini Telegram kanallari orqali kripto aktivlar savdosi bilan shug'ullanuvchi shaxslarga tegishli bank kartalariga o'tkazishni talab qilgani, shuningdek ikkita bank kartasiga jami 300 ming so'm pul o'tkazilgani aniqlanib, holat tegishli tartibda hujjatlashtirildi. Olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida mazkur anonim profil foydalanuvchisi Andijon shahrida yashovchi fuqaro ekani, bu jinoiy harakatlarni o'ziga tegishli bo'lgan Samsung S21 rusumli mobil telefon orqali amalga oshirgani fosh etildi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Esdan chiqarmaslik lozim. O'zganing shaxsiy ma'lumotlari orqali daromad orttirishga urinish jinoyat. Bu kabi qabih niyatli shaxslar esa albatta qonun oldida javob beradi. Haqiqatdan ham niyat qabih, chunki o'zganing shaxsiga doir ma'lumotlarni bo'lib ham uning rasmlari, suratlari yoki qandaydir ma'lumotlarini ommaga chiqarish va bu orqali qo'rqitib undan pul so'rash va bunga erishish, bu shubhasiz niyatni qabihligi va ham jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi lavhada aks etyapti. Mana shunday shantaj holatlari ham uchrab turyaptimi hozirgi paytda? Chunki bu o'sha ayniqsa ayol bo'ladimi, erkak bo'ladimi, deyarli uni o'sha yopiq bir joyga solib qo'yadi. Ya'ni unda yo'l qolmaydi. Mayli beraman deydi. Bunda ku 300 ming so'm ekan, lekin undan katta summalarni so'rayotganlar ham bor, to'g'rimi? Albatta, bunday holatlar ham uchrab turibdi. Demak, kiberromantika degan usuli bor. Demak, o'sha nima yoshlarimiz, qizlarimiz nimani yaxshi ko'radi, shu o'zini shaxsiy rasmlarini o'zini ko'z-ko'z qilish maqsadida har xil ijtimoiy tarmoqlarga joylashtiradi. Keyinchalik uni firibgarlar har xil sun'iy intellektlar yordamida ishlov berib, ya'ni deepfake deyiladi, har xil rasmlar yasab, keyinchalik o'sha shantaj qilishga o'tadi. Qarindoshlaring, o'sha o'zingni do'stlaring o'rtasida tarqatamiz rasmlarni deb unga o'zimiz bolalar ham ko'proq tushib turibdi. Demak, o'sha biz tilimizda shu zakladchik deyiladi, ya'ni narkotik moddalarni tarqatayotgan, ya'ni bir joydan ikkinchi joyga olib borib tashlayotgan shaxslar qo'lga tushganda ko'pchilikning orasida men pulga emas, balkim mana shu meni tovlamachilik qilishdi, shuning uchun majbur bo'ldim degan holatlar ham uchragan. Bir-biriga zanjir bo'lgan jinoyatlar. Albatta. Shuning uchun boya aytganimizdek, notanish odam bilan sevishib qoladi. Misol uchun aytsam, o'sha u Amerikada yoki Angliyadaligini aytib, o'zini rasmlarini ko'rsatadi. Bu qizdan ham rasmlarini so'raydi, misol uchun. Ba'zi bir xillari shu yarim yalang'och rasmlarni ham tashlab beryapti. O'zlari keyinchalik shunaqa holatlar bor, o'zini tashlab yuborgan ko'p qavatli uylardan holatlar uchrayapti. Joniga qasd qilish holatlari ham. Shuning uchun boya aytganimizdek, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishni bilishimiz kerak deb o'ylayman. O'sha gigiyena deymiz-ku, kiber gigiyena ham bor-da. O'sha internetdan ham, o'sha telefonlardan ham xavfsiz foydalanishni bilsak,
o'sha maqsadli foydalansak bu bizga foyda olib keladi. Agar undan maqsadli foydalanmasak bu o'zimizga qarshi qurol bo'lib qolishi mumkinda. Endi eng muhim tavsiyalarga o'tsak, fuqarolarga nimalarni tavsiya qilgan bo'lardik? Deylik, ilovalarni faqat rasmiy manbadan yuklab olish deymizmi? Hatto yaqinlaringizdan kelgan bo'lsa-da havola va xabarlarni tekshirib keyin ochishni tavsiya qilamizmi? Yana qanaqa muhim tavsiyalarni ayta olasiz? Vaziyatdan foydalanib yoshlarimizga tavsiyalarimiz bor. Chunki mana bizlar oliy ta'lim muassasalarida, umuman yoshlar maktablarda yuqori sinf o'quvchilari bilan targ'ibot olib borganimizda duch kelamiz. Ular ham internetdan, o'sha raqamli texnologiyalardan foydalanishda bir qancha savodxonligi yetarli emasligiga ishonchimiz komil bo'ladi. Murojaatlar kelib tushadiki, ayniqsa o'sha oliy ta'lim muassasalari talabalaridan onlayn ish qidirib murojaat qilgan edim. Internetga shunaqa saytga duch keldim. Shu sayt orqali aldanib qoldim degan murojaatlar juda ham ko'payib ketgan talabalar o'rtasida. Qanaqa bularning sxemasi amalga oshadi? Onlayn ish internetda o'sha firibgarlar tomonidan e'lon qo'yilgan. Deylik uzun market yoki apelsin market mana shunaqa o'zlarini nom qo'yib olgan. Siz falon internetda o'zingiz uyda o'tirgan holda biz aytgan ko'rsatmalarni bajarasiz, sizga plastigingizga pul ish haqqi sifatida o'tkazib beramiz deb aldashadi. Keyinchalik sizni ish haqqingiz bir kun o'tadi, 2 kun o'tadi, ish haqqingiz 1.800.000 so'm bo'ldi yoki bo'lmasa 3 million bo'ldi, 10 milliongacha ko'rsatib biz chet elda bo'lganimiz sababli sizga hozir to'g'ridan to'g'ri pul o'tkaza olmaymiz. Siz o'zingizni depozitingizda pul qo'yishingiz kerak deb o'sha depozitiga o'zini pulini qo'ydirib yechib olayotgan holatlar juda ko'p. O'sha uchun bu tavsiyani bermoqchimiz. O'z qo'li bilan topshiryapti pulini. O'zi ish qidirib murojaat qilgan bo'lsang, yana depozitingga pul qo'yapsan. Bu hech qanaqa mantiqqa to'g'ri kelmaydi. O'sha uchun bunaqa holatlarga onlayn ish, masofaviy ish degan narsalarga ishonmasinlar. Bundan tashqari o'sha trading holatlari, o'sha soxta tradinglar o'zlarining sxemasi ko'rsatib, mana men shuncha pul yetdim deb yoki o'zini obunachilari bu orqali men ham boyib ketdim deb soxta rasmlarni, qanaqadir qimmat avtomobillar oldida tushgan rasmlarni qo'yib reklama qilib fuqarolarni o'zlarini tuzog'iga tushirayotgan holatlar ko'p. O'sha tavsiyalarimiz bunaqa aldovlarga ishonmasinlar. Shuni qo'shimcha qilmoqchi edim Akmal akaning gaplariga. Demak, shunday holatlar bo'ladiki, o'sha hozir aytganimizdek profilaktik chora-tadbirlarni ko'ramiz. O'sha joylarga borib yig'ilishlar o'tkazamiz. Ko'pchilik fuqarolar bee'tibor bo'lib o'tirishadi. Demak, qancha ta'kidlaymiz, lekin ertasiga ko'p o'tmasdan murojaat qilib turadi-da. Men kiber jinoyat qurboni bo'lib qoldim deb. Vaholanki biz borib o'tga tushuntirganmiz. Hozir mana qayerga qaramasangiz, LED ekranlarda, bozorlarda, ommaviy axborot vositalari orqali biz targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. Fuqarolarda shunaqangi bir fikr borki, men bundan sug'urtalanganman, bu gaplar menga tegishli emas deb diqqatini bo'lishmaydi, murojaat qilamiz, tushuntiramiz, lekin o'ylaydiki, bu ertaga bular men o'zim jabrlanishim mumkin emas degan fikrlardan yiroqda bo'lishimizni so'rab qolar edi. Mana shu holatlarni eshitgan, bilganlarini, shuningdek o'zlarini farzandlarini, yaqinlarini ham ogohlikka chaqirishsa, buni eng yaxshi yo'li o'sha doktorlar aytgandek, oldini olish davolashdan ko'ra osonroq. Biz ham shu oldini olish uchun barcha qo'limizdan kelgan chora-tadbirlarni ko'ryapmiz. Yana yoshlarga bir narsani ta'kidlashimiz kerakki, o'sha har xil diniy mazmundagi ma'ruzalarni internetda, shu YouTube'larda ko'p ko'rib qolishadi, o'zlarining do'stlari bilan bo'lishadi yoki layk bosadi. Bu ham albatta ma'muriy va jinoiy javobgarlik bor buning uchun. Bunaqa narsalardan ham uzoqroqda bo'lishlarini so'rar edik. Agar rasmiy manba bo'lmasa, to'g'rimi? Albatta, rasmiy manba bo'lmasa, endi mahalla kanallarida shu rasmiy diniy qo'mita tomonidan tayyorlangan ma'ruzalar bor. Ular tarqatiladi, lekin o'sha uni hammamizga u diniy muhitni sog'lomlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar. Endi yoshlarimiz bor, ular tushunmaydi, u qaysi mazmunda, radikal fikrdami yoki O'zbekistonlik siyosiy tizimga qarshi ma'ruzalarmi. Shuning uchun
ogoh bo'lishlarini iltimos qilar edik. Kiberxavfsizlik hozir oldimizda turgan eng katta muhim masalalardan biri hisoblanadi. Shunday ekan, sizga kelgan har qanday xabarni, ayniqsa u shubhalantiradigan bo'lsa, tekshirib ko'rishni tavsiya qilgan bo'lardik. Kodlarni hech kimga bermang va havolalarni tekshirgan holda ulardan foydalaning. Raqamli jamiyatda xavfsizlikni faqat davlat ta'minlab bermaydi. Bu har bir fuqaroning vazifasi. Yana aholimizda, yurtdoshlarimizda davlat himoyalasin meni, u kafolatlab bersin degan mulohazalar yuradi. Ha, u kafolatlanish uchun harakat qiladi va bunday harakatlar jadallik bilan oshib boryapti, lekin har bir fuqaroning ham ogohligi, hushyorligi zarracha kamaymasligi shart va zarur. Bugungi ekspertlarga tashakkur aytamiz. Ma'lumotlar uchun rahmat deymiz. Tomosha qilganingiz Rostini ayting tok-shousi edi. Omon bo'ling.